Masalan, arka siliflarimizni tepa tomondan ko'rinishlari. Gernitkalarni ham joy-joyiga chiroyli qilib yetkazib qo'yganmiz. Bu arka siliflarimizni tepadan ko'rinish holatlari. Tomimizni ham hozir yaqindan ko'rsatib o'tiraman. Boshqacha chiqqan alyuminiy tom. Bolgarkada kesishyapti. Boshqacha tom. Arkamizni radislari kelishmi. Tepasidan hozir mana bu yerdan qotirib qo'yiladi buni. Mana shunaqa arka xizmatlar yoki mana bunaqa tom xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar, ishlarni iloji boricha tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Usta bola sizlar bilan tomchi usta bola, bu tomimiz Mansarda bo'lgan. Shuni hisobiga ham pastda mana bunaqa alyuminiy tomlardan qotirib beryapmiz. Kimgadir agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ishlarimiz bitta ko'rib chiqib, bemalol ish ma'qul keladigan bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqsalar, borib o'zimiz o'lchab, hisoblab berib yoki tomni fasonlarini tashlab berib, arka siliflarni, radiuslarini o'lchab keltirib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar, mana shunaqa qilib katta ob'yemdagi tomlarni ham chiroyli qilib yoqib beramiz. Sizlar bilan usta Hojiakbar, bu ishimizni aytib qo'yay, Jala hududida bo'lgan, Andijonda.